Bo'yningiz shishib og'riyaptimi? Ya'ni tomog'i emas, bo'yinning o'zi shishib og'riyaptimi? Bu oddiy shomollash belgisi bo'lmasligi mumkin. Bu abses, ya'ni bo'yin absesi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun bo'yin absesi haqida gaplashamiz. Bo'yin absesi bu bo'yinning yumshoq to'qimalarida to'plangan yiringli infeksiya. Abses o'zi bir bo'shliqda yiringning to'planib qolishi hisoblanadi. Ko'pincha tishning infeksiyasi yoki tanzillit, faringit, ya'ni tomog'ining og'riqlaridan, yiringli yallig'lanishlardan keyingi kuzatiladigan yoki jarohatdan keyin bo'ladigan bir kasallik hisoblanadi. Belgilari shu bo'yinda shishib ketishi, og'riq, qizarish, isitma bilan birgalikda kechadi. Og'iz ochishda qiyinchilik bunda asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Eng xavfli belgi esa yutish va nafas olishning qiyinlashishidan iborat bo'ladi. Abses tez kattalashib ketadi va hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin. Uyda kutish yoki uni siqib tashlash qat'iyan man etiladi, chunki bu joyda eng muhim organlar joylashgan. Misol uchun, uyqu arteriyalari yoki oddiy misol nafas va ovqat hazm qilishning asosiy kirish qismlari xuddi shu joyda joylashgan. Shuning uchun eng asosiy davolash turi bu jarrohlik yo'li bilan ochish va drenajlashdan iborat bo'ladi. Shunchaki antibiotiklar bilan davolash esa ko'p holatlarda yetarli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Kechikkan holatlarda infeksiya bo'yindan ko'krak qafasiga, ya'ni ikkala o'pkaning o'rtasiga tarqalib ketishi mumkin. Bu esa undan ham ya'ni kattaroq bo'lgan asoratlarga olib kelishiga sabab bo'ladi. Eng asosiysi vaqtida davolash esa asoratlarni oldini olish. Bu eng muhim belgilardan biri hisoblanadi. Agar bo'yningiz shishib ketayotgan yoki og'riyotgan bo'lsa, darhol xirurgga murojaat qiling. Vaqtida davolash hayotni saqlab qolish ehtimolini karrasiga oshirib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday foydali ma'lumotlar uchun sahifani kuzatib boring. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.